Miyani qattig'ini chiqarib oladigan ish bo'lyapti akalar. Qaranglar. Sizlarga savol. Mana Nexia gibrid. Hozir ochib olayapti. Xo'p. Qiziq videoda oxirigacha ko'ringlar. Bizdan asosi uzuq turibdi, mana. Ishtekini vaqt uzib berdi. Ko'rlayni. Mashina bizinda turibdi. Xo'p, обратный klapanlari, mana. Ishtekani uzib berganmiz. Mana qarang. Buni zotda qarang. Bizdan asos kelishda mashinani tushirsalar mana. Bizdan asos trubkasini ham uzib qo'ygan. Lekin mashina yurib turibdi. Savol, nima yurib turibdi bu? Nimada mana gazni ham ichidan keladi uzib qo'ydim. Gaz so'rayapti ekan. Hech qanaqa hech bola ulanmagan. Nima yurib turibdi bu havoda yurib turibdimi? To'g'risi miyani qattiq chiqib ketyapti. Bu mashina biznda bo'g'ilyapti deb kelgan egalari. Bizdan asos hamma yo'lni qilib, kamchiliklarni qilyapti-ku. Bolalar oldin davinani o'lchaymiz deb. Ishlagan zitto bitta yurishdi, yurib turibdi-yu. Ajoyib. Gaz bersa o'chadi lekin. Mashq holatda qaranglar. Generator qilib ishlatsa bo'lavergan qopda. Hech qanaqa yoqilg'isiz. Qaranglar. Обратный klapanimiz yo'q. Hajim mana saponni ham uzib qo'ygan. Hech bola ishlagan, faqat injektor ishlayapti. Mana hisobiga yuryapti endi bu. Qaranglar mana uzuq holatda turibdi. Hozir bitta sizlar bilan zavat qilib ko'ramiz. Qaranglar. Hamma yo'q uzuq. Mashinani yuryapti. Eng qiziq qancha yurib turadi bu? Hozir stravochib oladi. Yana yuryapti-da. Shunaqa biznes rasm qilmasdan meni yuradigan tanishlar tezda jo'natib qo'yinglar buni. Savol o'sha bu nimaga yuryapti? Biladiganlar kommentariyada tezda.